Onalar gapiryapti. Kecha yozildi, qorong'u zulmat yozildi. O'sha yerda zulmlari yozildi. Bechora Zebimidi? Zebi dardlarni ichida aytib, zug'umlarni ichida aytib, ozodlikka chiqarmikanman degan ohanglarga ham hali u kurashgani yo'q. Hali u hech narsa qilgani yo'q. Hali u yeriga ham bas kelgani yo'q. Hali yeriga ham u gap qaytargani yo'q. Lekin yuragi yondida. Agar kechani o'ldirib qo'ymaganda cho'lponni kunduzi yozilarmidi? Mana siz o'qirmidingiz? O'sha zebilar mana qilib bo'lsa ashulaga berardi-yu. O'sha zebilar hech bo'lmasa ozodlikdan mamnun masrur bo'lardi-ku. Nima dedingiz? Sahnada mana bu ohanglar muhim asli. Sahnada 20 xil tovlanish, ovozlar tovlanishi muhim asli.